Ha, yaramas Jo'xa, har doim men bilan hazillashasan. Endi men sen bilan hazillashaman. Qarab tur, he, zo'r prank qilaman senga. Bu g'oya meni miyamni o'ng burchagiga kelib qoldi. Hozir ko'rasan. Hech kim qilmagan prankni senga men hozir qilaman. Tayyor tur, yaramas Jo'xa. Hozir. Ertalab turganingda sen mana bu tuzoqqa duch kelasan. Bu tuzoq esa seni cho'chitib yuboradimi, qo'rqitib yuboradimi yoki hayratlantirib yuboradimi? Buni bilmadim, lekin ancha nimadir bo'ladi. Короче, hayron qolasan. Menga qilgan ishlaring uchun buni hammasi senga tuzoq bo'ladi. Yaramas Jo'xa. Meni kallam zo'r ishlaydi. Mana bu narsalarni zo'r rejalashtirib chiqaman o'zi har doim. Yaxshi, menimcha juda ham zo'r. Endi tepa qismiga qog'ozlarni o'rnatib chiqaman. Chunki unitaz ishlatilgandan keyin qog'oz ham kerak. Men aqlliman, mendan aqllisi yo'q. Juda ham aqlliman. Yaramas Jo'xa, menga qilgan ishlaring uchun bu senga tuzoq bo'ladi. Ya'ni bu senga javobgarliging uchun bu nima desam ekan. Xullas bu senga-da, короче. Tayyormisan? Eshikka ertalab chiqqaningda ko'rasan. Men aqlliman, aytyapman, baribir men zo'rman, men sendan zo'rman, Jo'xa. Eshitdingmi? Zo'rman. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Men esa ertalab uxlab qolibman. Aytgancha jigarlar, tez kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa har doimgidek o'zimda poliz jonimga chiqib o'z ishlarimni qilishim kerak. Juda ham polizda hosil ko'p va yeb ketgan demoqchi edim, tushunmadim. Tushunmadim, kim? Axir bu qanaqasi, kim bu yerga qo'yib ketdi, men tushunmadim. Oho, uyimni bezatib qo'yibdimi? Nima qilgan? Qaysi yaramas bu ishni qilib ketdi. Nahotki uyimning atrofini shu narsalar bilan to'ldirib tashlagan bo'lsa. Yo'q. Kim qildi ekan? Bosh yetmay turuvdi. Nimaga bunaqa qilib ketdi? Yaramas qaysi jetel qildi ekan? Hozir to'xta. Hoy yaramas jetel, sen qilmadingmi? Nima qilish kerak? Uyimning atrofini nima qilgansan? Ketayimsan, men seni uying bilmasam qayerdaligini. Yaxshi, demak sen qilmagansan. Axir kim bunaqa ahvolga solib ketdi, tushunmadim. Hozir to'xtanglar-da. Stop, mana bu yerda axir meni YouTube'ga video oladigan kameram bor. Mana shu kameraga menimcha tushib qolgan bo'lsa kerak, nima bo'lsa ham. Tak, hozir videoni telefonimga o'tkazib olay. Tak. Yaramas, qo'shnim qilgan ekan u. Yaramas, hozir mendan ko'radi. Hozir abjag'ini chiqarib kelaman, borayin-da. Meni uyimni nimaga bunaqa qilishga haqqi bor? Yo'q, mendan ko'rasan. Hoy, qo'shni, qayerdasan? Uyda yo'q-ku, qayoqqa ketdi bu yaramas? Yo'q, qayergadir qochib ketgan. Hozir mendan ko'rasan, yaramas. Hozir o'zini uyiga borib hammasini o'rnatib tashlayman. Qilgani shu uchun javob beradi hali. Janob merga aytib beraman. Janob mer uni nima deyapman, adabini bermasa, unga yarasha javob bermasa, men hech narsa qo'limdan kelmaydi, chunki u juda ham yig'loqi yetel. Agar uni nimadir ortiqcha ranjitib qo'ysa, darrov yig'lab oladi, keyin janob merga borib aytib beradi. Janob mer men tomon bo'ladi, lekin u borib hokimiyatga aytib beradigan bo'lsa, janob mer ham ishdan bo'shashga to'g'ri keladi. O'shaning uchun tinchgina unga men hech narsa qilmasdan shunchaki o'zi qilgan ishni qilaman. Ya'ni mana qo'yib ketgan narsalarni o'zini uyining atrofiga borib joylashtirib tashlayman hozir. Yaramas, ayyor jetel. Men unga nima qilgandim axir? Esimda ham yo'q, nimadir yomonlik qilganmidim yoki. Bir marta polizini buzib qo'ygandim. Menimcha shu uchun shunaqa qilgan bo'lsa kerak, lekin polizini buzib qo'yganim yomon ish emas-ku, to'g'rimi? Yo yomon ishmi? Kommentariyaga yozinglar, chiqani o'zingizlarning fikringlarni. Menimcha yomon ish emas, yaxshi ish deb o'ylayman. Lekin mana bu narsalarni tepaga qanday o'rnatgan hayronman. Bo'yi yetmaydi-yu. Meni bo'yim zo'rg'a yetyapti olib tashlashga. Ba'zilariga yetmayapti ham. Mayli, hozir nima qilib bo'lsa ham bu yerni to'g'rilab, tozalab chiqishim kerak. Axir yaramasni qilgan ishini qaranglar. Abjag'ini chiqarib tashlardim-u, lekin aytibman-u, janob merga aytib bersa yomon bo'ladi. Janob mer o'zi ham ishdan bo'shab qolishi mumkin. Janob mer ishdan bo'shamasligi uchun ham menga yomon gapirishi yoki menga tanbeh berishi mumkin. O'shani o'ylayapman. Bo'lmasa-ku menga qurolim bor-ku, axir bemalol uni jazolasam bo'ladi. Menimcha atrofda qolmadi hech qayerda. Hozir bu narsalarni olib borib, uni uyida atrofiga o'rab tashlayman. Shunda bemalol u ham prank qurboni bo'ladi. Menga prank qilmoqchi bo'ldi axir o'jetel.
Men buni prank deb tushunyapman. Ya'ni nima deb tushunishim mumkin? Obunachilar, nima deyapman? Obunachilar короче. Hozir uying atrofiga bittalab joylashtirib chiqaman. Xo'sh, yaramas. Uying ichiga ham joylashtirib tashlayman seni, yaramas. Jetelni hozir. Yaxshisi uying atrofiga emas, uying ichiga joylashtirib chiqaman. Shunda kelgan vaqt ko'rmaydi ichkarida borligini. Shunda ichkari kirib qarasa, tayyor ichkarida turibdi-da. "Vo" deydi keyin. O'zim qurbonim bu, o'zimni prankimga o'zim tushdim deydi keyin. O'zim qurbon bo'ldim deydi. Keyin yig'laveradimi, boshqa narsa qilaveradimi, menga vobshe qorong'u. Tagon nima narsa ekan, g'alati narsalar qo'yib olgan uyiga. Mayli, hozir bo'ldi, qolganini atrofiga qo'yib tashlayman. Okey, mana tak bu tomoniga, mana bu devor tomondan qo'yib chiqsam, o'tirib olyapman. Hali o'tirishga vaqt ko'p, hali hech narsa bo'lgani yo'q-ku. Bo'ldi, все. Endi mana bu narsalarni o'rnatib chiqamiz. Uyning atrofiga chiroyli qilib, gul qilib qo'yib chiqaman. Havoda qolib ketdi, mana olib qo'yaylik. Unaqa tursa g'alati turadi, boru. Mana bu tomoniga o'zi ikki qator qo'yib chiqsam bo'lar ekan. Uyning atrofi keng ekan bir tomoni. Mana uyim bir qatorli uy, ya'ni unaqa shipir qilinmagan ust tomoni. Mana o'zi shu yerga yetadigancha ekan. Demak, uyimiz bir xil ekan ikkalamizni ham, uyimiz kengligi. To'g'ri, mana shu o'yinchoqmi, nima narsa bu, shunga tushunmayapman, bor. Yomon ko'p narsa, shu narsada yomon ko'p bor. Короче, obunachilar hammasi tayyor. Ana endi uy dahshat chiroyli bo'lib qoldi, lekin hozir bu yerda kim teshib ketdi? Hozir uyimdan qanaqa uyimdan bu yerda bir ikkita qolib ketibdi-ku, bularni nimaga olmadim men? Esimdan chiqib qo'ygan shekilli. Hozir olib ketaman. Olib borib bularni ham o'rnatib qo'yaymikan? Nima qilsam ekan? Yo, mayli, hozircha o'zimda tura qolsin, atrofda qolmagana boshqa. Folizimdagi hosillarni yig'ishtirib soliq to'lab kelayin-da, janob merga ham aytib beraman birda to'la. Bu jetel qilgan ishini, agar janob mer bilib qolsa, bu qilgan ishini uni anchagina xafa bo'ladi undan. Mendan xafa bo'lmay, mendan nima xafa bo'lish kerak? Axir men hech qanaqa yomon ish qilmadim-ku, to'g'rimi? Yo yomon ish qilib qo'ydimmi birorta? Yo'q. Yomon ish qilgan bo'lishi mumkin emas. Janob mer axir biladi, men faqat qishloqqa foyda keltirish uchun bu yerda hozir yashayapman. O'zi janob mer shu uchun ham meni bu yerga olib qo'ygan. Ya'ni qishloqqa o'zi qilayotgan ishim faqat foyda keltirish, zarar keltirishni xohlamayman axir. Xo'p, mana bu yerga bug'doylarni ekaman. Xo'sh, endi ikkinchi qatorga ham bug'doy ekib chiqmasam bo'lmaydi, chunki bug'doylar juda ham ko'p. Non sotsam ham bo'ladi, bug'doydan un qilib turib, bu tomonga kartoshka va oxirgi qatorga sabzilarni ekib tashlayman. Okey, mana chotga bu yerga sabzini bostiramiz. Sabzidan ham hosil normal kelyapti-ku. Unaqa zo'r emas, kam zo'r. Zo'r bo'lganda vobshe bo'lib milliarder bo'lib ketarmidim, bo'ldi, короче, ish bitdi. Ana endi janob mer yoniga yo'l olaman. Borib aytaman janob merga ochiqcha, mana shunaqa bo'ldi. Mana o'sha yetel mana shunaqa qilib sharmandali ish qilib ketibdi deyman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima o'zing gapirib yuribsan? O'zimga emas, obunachilarim gapiryapman-ku. Tushunali, nima gap? Ana jetel bor, qo'shnim. Ha, bor. O'sha menga prank qilaman deb uyimning atrofini unitaz bilan to'ldirib tashlab, atrofiga qog'oz qo'yib chiqibdi. Voy tentak, qanaqasiga gunoh qilibdi? Keyin nima qilding? O'zini uyini atrofiga qo'yib tashladim. Ha, mayli, o'zing bilasan nima qilsang ham. Shu o'zim bilaman, sizga nima aytdim, o'zi hayronman. Hozir uyiga borib mana bu qolgan narsalarni ham shunday qo'yib kelsam, keyin ko'nglim joyiga tushadi. Uyning ichida joy bormi-ki? Uyning ichiga solib qo'yaymikan? Yoki shunchaki uyning atrofi mana. Takoy bezatilgan uy bo'ldi. Borib bunaqa uyni menimcha hech qayerdan topa olmaydi u. Topsa ham bilmayman, vobshe qiz o'zi biladi, nima qilsa qilsin. Xo'sh. Stop. Nima bo'ldi bu yoqqa axir? Voy yaramas, jonqa nima qilib ketding menimcha? Meni qilgan prankimni o'zimga qarshi qo'lladi shekilli. Obbo, uyimni atrofini hamma yoq shunaqa qilib tashlagan, yaramas. Hali mendan ko'rasan, men senga ko'rsataman. Yo, unitazga nimaga o'tirib olyapman? Obbo, yaramas, nimalar qilib qo'ydi bu? Hozir to'xta, mendan ko'radi. Buni qalay yig'ishtirib chiqaman endi. Obbo, uyida bo'lsin-da, jonqa hozir borib janob merga aytib beraman. Janob mer meni dardimni tushunadi axir. Hozir janob mer qayerda, uyidamidi? Jetel, janob mer qayerda? Uyida janob mer. Janob merni oldiga borishdan oldin Johani yoniga borishim kerak. Voy, Joha dedim. Joha, bu yoqqa qara. Kim chaqiryapti meni hozir? Joha. Boryapman, vaqirma. Bu yoqqa, tez bu yoqqa. Nima qilib ketding bu yoqni? Sen o'zing birinchi boshlading-ku, jinni, meni uyimni shunaqa qilib ketgan ekansan. Qanaqasiga men birinchi boshlayman? Men hammasini ko'rdim, kameraga tushib qolgan ekan. Men qildim. Faqat asabimni buzganing uchun qildim. Lekin sen bunaqa qilishing shart emasdi-ku. Nima men qilishim shart emas? Senga mumkin, menga mumkin emasmi? Hozir seni janob merga aytib beraman. Yur bu yoqqa, janob merning yoniga boramiz. Пожалуйста, yur, bemalol boramiz. Janob mer kimga ayb ko'pligini o'zi biladi, qanaqa kim aybdorligini.
Yo'q, baribir sen aybdorsan, sen. Hammasi senidan bo'lyapti. Qochib tur, qoch, sen navbatingni kut. Voy janob mer, mana uni qarang nima deyapti. Janob ber, u meni uyimni atrofiga unitas qo'yib ketgan. Men bilaman, avval sen qilib ketgansan. Shu uchun sen aybdorsan. Ko'rdingmi? Aytdim-ku janob meram bilan kimni aybdorligini. Ha, bilaman. Bor, sen aybdorsan. Nimaga shunaqa qilsizlar? Har doim men aybdor bo'lib qolaveramanmi? Aybdor bo'lgandan keyin aybdor bo'lib qolaverasan. Sen aybdor bo'lmasang, seni biz ayblamaymiz-ku. Yaramas, menga tozalash uyimni endi. Yo'q, bo'lmagan gap. Tozala, o'zing tozalab ol. Men senga tozalashmayman. Sen menga tozalashganing yo'q. Hali shunaqami? Hozir uyingni yoqib yuboraman. To'ntaymisan? Qanaqasi uyimni yoqasan? Yo'qol zoda o'yna. Hozir militsiya chaqiraman. Yo'q, men seni uyingni yoqib tashlayman. Voy, tentaymisan? Voy, tentay bo'lib qolganmisan? Nima qilyapsan, voy? Men uyingni yoqaman. Men yovuzman, yovuz. Hozir to'xta. Obbo, suv ham olib chiqib bo'lmaydi. Yaramas. Yaxshi uyimga olov chiqib ketmadi. Yaxshi ham yer do'zida o'chib qoldi. Yaramas. Mendan ko'rasan hali. Hozir politsiyachilarga xabar beray. Kameraga menimcha hammasi yozilib qoldi. Meni dalillar yetarlicha. Hozir politsiyaga xabar beraman. U javob beradi. Qamatib o'raman yaramas jetelda. Hozir bu yerdan politsiyachilarning nomerini topib olay, o'zim bilaman nima qilishdi.